Diqqat qiling, o'zboshimchalik bilan qurilgan uylarni rasmiylashtirish bo'yicha yangi tartib joriy etildi. Batafsil videorolikni kuzatib, ma'lumotga ega bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda fuqarolarga qurish maqsadida berilgan yer maydonlarida qurilgan, shu jumladan hujjatsiz barpo etilgan uy-joy inshootlari rasmiylashtirilishi bo'yicha yangi mexanizm joriy etilishi kutilmoqda. Bu haqida 2 dekabr kuni jamoatchilik muhokamasiga taklif qilingan Iqtisodiyot va Moliya vazirligining hukumat qarori loyihasida belgilandi. Loyiha o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari va ulardagi bino inshootlariga bo'lgan huquq e'tirof etish to'g'risida qonun ijrosini amalga oshirish maqsadida ishlab chiqilgan. Talablarga ko'ra, qonun doirasida faoliyat yuritayotgan ishchi guruh barcha turdagi ko'chmas mulklarni to'liq xatlovdan o'tkazadi. Eng muhimi, bu jarayonda yer egalaridan ariza talab etilmaydi. Aniqlangan ma'lumotlar maxsus e'tirof axborot tizimiga kiritiladi. Kadastr agentligi tomonidan foydalanilganga ruxsat berilgan uy va inshootlarga bo'lgan huquqlar belgilangan tartibda rasmiy ro'yxatga o'tkaziladi. Agar xatlov paytida o'zboshimchalik bilan qurish holatlari aniqlansa, fuqarolarga obyektlarni qanday qilib qonuniylashtirish mumkinligi bo'yicha tushunchalar beriladi. Bu yangi tartib fuqarolarga o'z uylarini qonuniy maqomga ega qilishda yanada aniq, muvofiqlashtirilgan va shaffof mexanizmni yaratib berishni maqsad qilgan, deyiladi ma'lumotda.